Hürmetli görürmenlerimiz, ziyaretimiz devam kılıvatıdı. Nöbette Edi Meşrep Vakfısı reisi, hürmetlik cüret, kudret efendimle söhbet kılımız. Adı bilen kıymetlik vaktini çıkarıp ziyaretimizi kabul kılığalı için köp rahmet eytimiz. Aleykümselam. Rahmet, Allah razı olsun. Elbette siz bu cüret efendim, kıynaşık uçuruşuna o 7. kıtımlık oturuvatımız. Nurgulluğun bunun ilgili yığıllağa muqatnaşdınız. Bulup mu bu qetimki yığınğa bolğan təsiratınız, is qılğaldırınız haqqında söylep bersanız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum. Aleykümselam. Bugün bu qetimki o 7. kıtımlık uçuruşlarında təsir qılğına. Bu qetimki uçuruşumuz bir-birimizle qarindaşlıqni kuchaytirish, birlashishni kuchaytirish to'g'riliq ahamiyatli so'zlar bo'ldi. Bundan bek hoş oldum. İnşallah shu so'zlar sahnadalar emas, yig'inlarda bo'lib qolgan emas, amaliyatimizda bir ko'z sursa, shuni bu xalqimizga hoş olsa, onun keyin bu birlik ittifoqligimiz kuchlansa, bizning ishlarimiz inşallah ilgirlab ma'on deb qarayman. Chunki kuch birlikte, ish umlikda degan Xo'sh. Bizdeki maqol tafsirimiz var. Bu kuch bir ekanchada ishmi unumlik. To'g'ri. Bo'ladi deb qarayman. Shunga mashadiki, mana shu qarindoshlik, haqiqiy bir-birimizni bir bag'rimizni bosalaydigan, haqiqiy bir-birimizni bir hamda bir ish qilib turalaydigan, birlam jamiyat vazifasiga ilib olgan emas. Bu qitimqi mesela deyilgan gap so'zlarni bu taqsim qilib, chunki qarindosh bo'lgandan keyin bir-birimizga hamkorlashimiz, ittifoqlashimiz deyishgandan keyin hamma jihatlar o'zining ustiga olsa, mayli ma'rif jamiyati orqali taqsim qilinadi bu ish, yoki shu tashkilotlar birligi orqali taqsim qilinsa, bu da qitimliq 18. qitimliq uçuruşda bu qitimliq ishlarning amaliyatini bir ko'sa millatda. Onun keyin bu yig'inlarimizningki unumli bo'lganligini millatimiz biladi. O'sha ishlarimizni buranaqlab deb o'ylayman inshaalloh. Shunday bo'lishini ham Allohdan tilayman. Ko'p rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun.